Xayrli kun do'stlarim, mana bugun Amir Temur metrosidan chiqdim-da ish bilan. Sizlarga bir vaqti ulkan xiyobon bo'lgan joyda hozirgi ahvoli qanaqa ekanligini hozir ko'rsatib o'taman. Mana yozda jaziramasida, hali yoz kelmadi, biroq Toshkentda jazirama. Bugun esa 20-may 2025-yil. Mana Amir Temur xiyobonining hozirgi ko'rinishi. Metrodan chiqdim. Mana archalar ekilgan, yosh nihollar. Soyasi juda kam. Yursangiz yuzingizga issiq tushadi. Har xil archalar ekilgan. Bir vaqtda 1000 yillik chinorlar bor edi bu yerda. Katta kovaklarda olmaxonlar o'ynab yurardi. Issiqdan qochgan yuzlab turli xil qushlar mana shu joyga kelib in qurardi va har xil qushlarni chug'urlashlarga to'lib ketgan edi bu joy. Mana endi archazorga aylanib turibdi. Mana Amir Temur xiyobondagi mashhur skver. Mana yursangiz yuzingizga anaqa tushadi. Oftob tushadi. Soya deyarli yo'q. Kechqurun aylanish mumkindir, lekin odam zoti ko'rinmaydi. Hech kim yo'q, bironta odam yo'q. Shunchaki yo'ldan o'tib qaytayotganlar bo'lishi mumkin. Mana 80-90-yillarda odamlar rosa gavjum edi bu yerda. Shunda tangadek soya tushmas edi. Ko'kka bo'z cho'zgan chinorlarda, daraxtlarda, qayinlarda, soyalarda skameykalar qo'yilgan, muzdek yaxna ichimliklar, morojnilar yeb o'tiriladigan bir chiroyli joy edi. Mana afsus, yuragim ezildi. Keyinchalik men bu joyda ishladim ancha yil. Mana to'g'ridagi binoda ishladim. Amir Temur xiyobonidagi binoda. Tushlik payti tanishlarimiz, qarindoshlarimiz, dugonalarimiz bilan telefonlashsak, o'sha xiyobonga kelinglar, kutib turinglar, men chiqaman der edim. Mana shu uchrashib yurgan joylarimiz mana bugun endi xotira bo'lib qolgan. Mana O'zbekiston gastinitsiyasi, mana mehmonxonasi. O'zbekiston xuddi oldingidek turibdi, lekin chinorlar yo'q, oldingi fontanlar yo'q, yaxna ichimliklar sotadigan joylar. Shu ahvolda gullar ekib qo'yilgan. Nimadir qilishga harakat qilishgan, endi kimlardir qanaqa reja asosida, lekin oldingidek ko'rinishdan asar ham yo'q. Mana ozgina yursak, mana soat uzoqdan ko'rinib turibdi. Soat. Ancha ko'rk berib turgan edi. Hozir ham shunday ahvolda turibdi, biroq yonidagi katta daraxtlar yo'q. Mana endi men jaziramada issiqda biz bu tarafga qarab yuramiz. Bu tarafga ikkita odamlar o'tib qolyapti. Yo'l-yo'lakka. Lekin dam olib o'tiradigan joylar yo'q. Kechqurun aylanish mumkindir bu joyda. Sizlar uchun buni ko'rsatib o'taman. Mana biz uchun qadrli bo'lgan bir joyga kelamiz. Mana bu joy bobomiz Amir Temurni haykali. Ana shu joyga kelyapmiz.
Mana bu tarafda turistlar bor, odamlar bor aslında. Sizlarga bu tarafdan biz turistlarni aylana qilib daraxtlar ekilgan, gullar ekilgan, shunaqa holga keltirilgan va u tarafda o'sha qurilish ham boshlanibdi. Qanaqadir qurilish ham mana Hazrat Amir Temur bobomizga qo'yilgan mana haykal. Ot ustida qad rostlab turibdilar. O'sha paytlari atrofida ulkan chinorlar bor edi, azizlarim. Haykalga issiq umuman tushmas edi. Endi esa mana haykal qo'llarini cho'zib issiqda qolib ketgan. Atrof hozir soat 10 dan oshdi, hamma joy jazirama. Yo'q emas mana turistlar. Qo'llar aylanib yuribdi. Eski daraxtlardan yo'q azizlarim, hech qanaqa eski daraxtlardan qolmagan. Ildizdan ko'karib chiqqan chinorlar bo'lishi mumkin, lekin ular katta daraxt bo'lguncha necha 100 yillab kerak. Ildizdan chiqqan ayrim daraxtlar to'g'ri saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ularda hali ulkan chinor bo'lib soya tashlaydigan darajaga kelishi uchun necha 10 yillab vaqt kerak. Mana bugungi mana xiyobon. Ha o'sha Hello. Mana do'stlar, bugungi ko'rinishi Amir Temur xiyobonini ko'plaringiz eslaysiz. Bu joylarga kelgansiz, dam olgansiz. Mana yana bir eski olasiz, mana ko'rsataman. Bugun sana 20-may 2025-yil. Mana chetda qolgan ekan. Alloh eshitgan. O'sha payt eng kichkina daraxt bo'lgan edi ko'zimizga. Mana endi eng katta bo'lib ko'rinib turibdi. O'sha chetda eski nimalardan bittasi qolgan ekan. O'sha ulkan daraxtlardan bittasi qolgan. Ko'zimizga juda yaxshi ko'rinadi. Odamlar zo'rtik tutib yuribdi. Chunki bu xiyobonda zontiksiz yurish juda qiyinroq.
shunaqa aylana qilib gullar, daraxtlar ekib tashlangan. Do'stlarim, hozir metroga kirib ketamiz mana bu joydan.